Toshkentdan Farg'onaga 01 partiya Nexus nima sababdan kelganini bilishni xohlasalar, videoni oxirigacha ko'ringlar, bilib olasizlar. Короче, mana shu aka Toshkentdan keldingiz, to'g'rimi? Toshkentdan kelib, bizni Toshkentda turib nima dedingiz bizga? Telefon qilib, korobkasiga qilamiz deysiz, to'g'rimi? Qarang bilan nima tiqib tashladingiz? Amortizator halkaladi, cho'ldi. Dog'lari, rulovka, remellarigacha, radiatorlarni ham alishtiryapmiz-da, insof bilan-da, aka. Qarang. Xo'p, keldingiz, qilib beramiz, hamma yo'l cho'tki qilib beramiz. Bekorga kelmagansiz, to'g'rimi? Shuncha yo'l bosib keldingiz. Yo'l kira, rasxod, gaz, benzin hamma yo'l ketadi, to'g'rimi? Vaqt ketadi, vaqt ketadi, imminda. Siz bizga uslovga qo'yasizki, hozir mashina bir kunda qilib berasizlar deyapsiz, to'g'rimi? Qaytib ketishim kerakmi? Xo'p, sababi nima shunaqa kelishingiz baqa? Rasxod qilib kelishingiz sababi nima? Gapni qo'ymasdan to'g'risini ayting. Arzon har tarafdan. Arzon. Ketkizgan vaqtga stoyt. Bir kunda bitib ketadi. Bir kunga hamma narsani ishim bityapti. Pulim berdim, ketdim. Hammaga taklif qilasizmi? Конечно, shuncha tanishim keladi, shunga telefon qilib keladi hammasiga. Bu o'zimizda qadrdon, anchadan beri nima mashinasi, Captiva'mi, Epica'mi, hamma mashinani olib kelgan. Eng mashina olaman sizlar. Praktikani suzib, chaydirib yetib ketaman. Ha, to'g'ri. Agar kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib kelaverasizlar.